Hindiston oshqozon osti bezi saratoniga qarshi yangi davolash usuli bo'yicha muhim natijalarni e'lon qildi. Ushbu saraton turi tibbiyotda eng xavfli kasalliklardan biri hisoblanib, davolashga yuqori natijali chidamligi bilan ajralib turadi. Bemorlarning qariyb 90%da KRAS geni mutatsiyaga uchragan bo'lib, mavjud terapiya usullari ko'p holatlarda uzoq muddatli samara bermaydi. Medical Express nashri xabar berishicha, sichqonlar suvi o'tkazilgan yangi tadqiqotlarda gen terapiyasi va immunoterapiya kombinatsiyasi qo'llanilgan. Natijada protokol adenokerosima barcha tajriba sichqonlarda to'liq yo'q qilingan va o'simta qayta paydo bo'lmagan. Olimlar bu saraton hujayralarining bir vaqtning o'zida bir nechta yashab qolish mexanizmini bloklagan bilan izohlashmoqda. Tadqiqot davomida immun tizimining asosiy hujayralari bo'lgan T hujayralar faollashib, o'simta hujayralariga hujum qilgani kuzatilgan. Mutaxassislar ta'kidlashicha, ushbu usul hali insonlarda klinik sinovlardan o'tmagan bo'lsa-da, olingan natijalar oshqozon osti bezi saratonida davolashda yangi imkoniyatlar ochilishi mumkin. NASA astronavtlarga kosmosga iPhone kabi smartfonlar olib chiqishga ruxsat berdi. Bu yangi qaror kosmosdagi fotosuratlar va videolarni yuqori sifatda olish imkonini beradi. Bunga qadar astronavtlar faqat sertifikatlangan kameralardan foydalangan. Endi smartfonlar ham ilmiy tadqiqotlar va vizual materiallarni olishda qo'llaniladi. Bu Oy va kosmik muhitlardagi tajribani tasvirga olishda sodda va qulay qiladi. Yangi qoida Crew 12 missiyasi va Artemis 2 missiyalari bilan amalga oshiriladi. Olimlar fikricha, bu usul kosmosdagi vizual ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilishni sezilarli darajada yengillashtiradi. Italiya va Germaniya olimlari standart davolash usullariga javob bermagan avtoimmun kasalliklar, sistemli qizil bo'richa, ya'ni Volchanka, dermatomiozit va sklerodermiya bilan og'rigan 8 nafar bolada CAR-T hujayralar terapiyasi qo'llanildi. Natijada 8 nafar boladan 7 tasi barqaror remissiya kuzatildi. Immunitetni pasaytiruvchi dorilar to'liq to'xtatildi va ular odatiy hayotga qaytdi. Sklerodermiya bilan kasallangan 8-bolada ham sezilarli ijobiy o'zgarishlar qayd etildi, garchi kasallik belgilari hali to'liq yo'qolmagan bo'lsa-da. Qolgan bolalarda remissiya 24 oydan beri davom etmoqda. Bu og'ir tashxislar uchun katta samaradorlik hisoblanadi. Terapiya jarayonida bolalarning modifikatsiya qilingan immun hujayralari, B limfositlari yo'q qilingani yo'naltirildi. Bu kasalliklarni qo'zg'atuvchi xato hujayralarni ildizi bilan bartaraf qilish imkonini berdi. Olimlar qayd qilishicha, bu usul bolalarga umrboq dorilarsiz va kasalxonaga yotmasdan tengdoshlaridek faol hayot kechirish imkonini beradi.